BRICS tashqi ishlar vazirlari Eron urushi, neft narxi va bo'linishlar blokining birligini sinovdan o'tkazayotgan bir paytda Hindistonda uchrashishdi. BRICS tashqi ishlar vazirlari Nyu-Dehlida 2 kunlik yig'ilishni boshladi. Yangi Deli, kengayayotgan blok Erondagi urush, energiya narxining oshishi va global iqtisodiy noaniqlik kuchayib borayotgani sababli bo'linishlarga duch kelayotgani sababli. Payshanba kuni BRICSga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Nyu-Dehlida 2 kunlik yig'ilishni boshladi. Uchrashuv Braziliya, Rossiya, Hindiston, Xitoy va Janubiy Afrika diplomatlarini hamda yangi a'zo davlatlarni birlashtiradi. Bu Erondagi urush global energiya ta'minotini to'xtatib, neft narxini oshirib yuborgan va AQSh prezidenti Donald Trampning Xitoy yetakchisi Si Szinpin bilan Pekindagi uchrashuvga to'g'ri kelgan paytga to'g'ri keldi. Unda Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Arakchi va Rossiya bosh diplomati Sergey Lavrov ishtirok etmoqda. Xitoyni elchi Syu Feyxun vakillik qilmoqda. Tashqi ishlar vaziri Van Yi esa Trampning tashrifi davomida Xitoy poytaxtida qolmoqda. Hindiston tashqi ishlar vaziri Subrahmanyam Jayshankarning aytishicha, muzokaralarda global va mintaqaviy muammolar hamda a'zo davlatlar o'rtasidagi hamkorlikni chuqurlashtirish yo'llari muhokama qilinadi. Jayshankar ochilish so'zida BRICS rivojlanayotgan mamlakatlarga sog'liqni saqlash va moliyaviy muammolarga, shuningdek, energiya, oziq-ovqat va ogit uchun yuqori narxlarga samaraliroq javob berishda yordam berishi mumkinligini aytdi. Va